ba'zi bir mashhurlar bo'ladi, millionerlar bo'ladi. Shu odamlar o'zini joniga qasd qilganda eshitib qolamiz. Nima sabab? Baxtsizlik. Insonning naqadar baxtli bo'lishi o'zini yaratgan Parvardigori Alloh azza va jalla bilan bo'lgan aloqasiga bog'liq. Bandani shu Alloh bilan aloqasi kuchli bo'lsa, ko'proq baxtga erishadi. Alloh bilan bo'lgan aloqa zaif, kuchsiz bo'lsa, baxti ham, saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Alloh kimni hidoyat qilishni istasa, uning ko'nglini iymon va tavhidga ochib qo'yadi. Kimni adashtirishni istasa, uning ko'nglini xuddi osmonning yuqori qatlamlariga ko'tarilayotgan kishining nafasi qisgani kabi hidoyatni qabul qilishdan qattiq siqiladigan qilib qo'yadi. Bir xil amr ma'ruf eshitsa yuragi siqilib ketadi-yu, g'imilli yuradi, o'zini qo'yariga joy topolmaydi, yuragi siqiladi. Alloh taolo kofirlarning ko'ngillarini shunday siqiladigan qilib qo'yadi. U o'ziga iymon keltirmagan kishilarni ana shunday azoblaydi deydi Alloh taolo An'om surasining 125-oyatida. Yuragi siqilgan odam saodat topadimi? Eshitib qolamiz, o'zingizlar ham eshitgansizlar, o'zini men baxtliman deb yuradigan ba'zi bir mashhurlar bo'ladi, millionerlar bo'ladi. Men baxtliman deydi. Avom xalq ham va shular baxtli odam deydi. Bularni omadli deydi shu odamlar deb o'ylab yuradigan boylar bo'ladi, mashhur kishilar bo'ladi. Lekin qarasangiz, shu odamlar o'zini joniga qasd qilganda eshitib qolamiz. Endi uzoq yil yashab, dunyoni butun lazzatlaridan totib, to'yib ketganida o'z joniga qasd qilgandir desangiz, yo'q. Ba'zi birlari 30-40 yoshida shu ishga qo'l urganini ko'rasiz. Qo'lidagi boylik, obro' e'tibor, om xalqqa yaxshi ko'rishi, mashhurlik, shularning hammasiga ega bo'lib turib ham o'z joniga qasd qilgan. Nima sabab? Baxtsizlik, iztirob, behalovat turmush. Baxt topolmagan u bechoralar. Bo'lmasa hamma narsa bor, lekin asosiy narsa yo'q. Allohga iymon, Allohning zikri, toat, ibodat, taqvoni ku qo'yavering endi. Oxiratga bo'lgan iymon, taqdirga ishonch, qanoat. Holbuki bularsiz haqiqiy baxt, saodatga erishib bo'lmaydi. Alloh taolo aytadiki: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kim mening ogohlantirishimdan yuz o'girsa, dunyoda garchi yaxshi va yengil hayot kechirayotgandek ko'rinsa-da, aslida tang va mashaqqatli hayot kechiradi. Toha 124-oyat.